Qora itga yozib qo'yar, ikkita non deb deydi. Bo'ldi baraka. 50 ming dollarga kaptar olyapti odamlar. To'g'rimi Abdulla aka? 50 ming dollarga kaptar olyapti odamlar nima endi? Quvalik savdoga. Assalomu alaykum. Farg'onada bittagina. Buni tushunishi uchun qaraganda maza qilish uchun shu nima deydi, hali molni jinni solish kerak edi. Ham 3 marta so'raydi-da. Bermaysiz. Sizga kam, 55 ham kam sizga. To'ppa to'g'ri. Bozor shu. Men sotaman. Bor baraka. Nima gap olmaydi, yaxshi inson u. Bering dedimmi? 48 To'ppa to'g'ri. Tushdim, u 100 ga qarab. Molni oxiri egasi yoqmasa ham savdo qilmayman. Shved. Bahsdan shunaqasidan baqish kerak edi odam. Bitta bahsdan ham maza qilib boqasan. Bozor shamoli. Jigar. Shvedda hamkasblar. Shved kayfi boshqada buni. Tomosha qilsangiz ham zreniyalar ko'tariladi. Farg'ona yulduzlari shu edi-yu bu. Qo'qon shamoli. Hali. Dehqonni molni ham past so'ramayman. Bozor arzon deganlarga mana ko'rib qo'ysin-ni. Yemagan odam gap yoniga borsang hidi uradi, buni nima qilasan deydi. Yo'q, buni tushunish kerak buni. Mo'l qaranglar turishdi. Shu tezdan 200 dollar tushib qolsa kirib ketaverasiz shu yerga. 1 million ziyonni gapirmang jon. Ey 1 millionni Xudo bersin, aka bering. Ve tepesiga kelib turib, ertaga popatxonani tug'ib qo'ysa, oy o'g'irdan desa 48 ga berasiz. Boshini ko'tarsa 2 metr ekan bu ham. Vashsha go'zal. Krasota. 1 million ko'rinyaptimi ku? 1 million bering. Aka ko'tarsam olaverardim. O'shuning uchun sizni mana qildim. Ko'rganlar mana. Ham 50 million mana. Buni Bu hozir. Bani yo'q hali. 50 millionni qariga sanaydim aka. Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining qadrli kuzatuvchilari. Hammaga xayrli tong. 2026-yil 23-avgust, hafta kuniga yakshanba. Andijon, Qo'rg'ontepa chorva bozoridan. Qadrdonlar, mana shu shvedni, orqada turgan shvedimiz savdosi bo'laydi. Mana shu. 39 million necha yuz? 250. Voy aka bering endi, voy. Shu zamon qattiq odam. Bering. Qaytma. Shep. Aka 250. Bu jiyanim qo'shib. Shuncha gap bizga aka. Voy 250 ga beraman. Ey shep, 250 mi? Ey. Qimmat to'poladi. Shep 250 mi? Qimmat to'poladi. Voy 250 mi? 300 ming so'm qilib berasiz, to'g'ri, bo'ldi, baraka. Ey 300 ming qilib beradi, bo'ldi, baraka. Aka gap olmaysiz aka. Oladi gap. Ey. Shep. Ey. Bermani. Odamning gapini olavering. 300 ga ber. Bo'ldi, baraka. Men sotaman. Bor baraka. Nima gap olmaydi, yaxshi inson u. Akam bo'ladi. So. Aka-ukalar 39 million 300 ming so'm. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Necha oyligida? 2 oylik bo'g'oz, birinchi qoringa. 2,5 oylik bo'g'oz, birinchi qoringa. Bo'ylari 1.25, 1.30 atrofida. Shved, go'zal. So. Ha, qadrdonlar. 40 million bo'lib ketyapti. 2 oylik bo'g'oz. Like'lar bosib turinglar. Savdolarni ko'rsatamiz, aka-ukalar, qizg'in savdolar ko'rsatamiz. Like'lar bosib tursanglar, xudo xolasa. Nech pul boy aka? 24 million 500 ming so'm, aka-ukalar. Bor. O'ntami? 10 ta deyapti. Bo'g'oz? Bo'g'oz 1,5 oylik deyapti. Suti bor bo'g'oz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar. Trenddagi brend Shomurat aka Shved. Quvalik savdoga. Assalomu alaykum. Farg'onada bittagina. Aka zo'r pul olibdi, bering. Jon aka. Mana 48 ga bermagan ekan. Aha. YouTube'larda ham chiqib aytamiz-ku. Dehqonni molni ham past so'ramayman. Bozor arzon deganlarga mana ko'rib qo'ysin-ni. Bozorda ham bekarga berib qo'ymayapti. Aka-ukalar, o'n qaranglar. 49 million so'm. Menimcha вообще zo'r narx. 49 million. Ellikka ham yo'q. 51 bo'lgan ekan aka.
to'ppa to'g'riga bersiz oldim, lapsiz oldim. Endi aka 500 dan bo'lishni orasidan o'rn aka. 100 ming so'ramadi, 1 million qo'shib gapirdi. Bering endi bo'ldi. Bor baraka to'g'riga. 200 ming qilmadi. O'rn aka, baraka. Men to'g'risi o'tib beradi deb turdim, 50 ga o'tib bersa deb turdim men. Aka, jon aka, bering. Cho'ntagingizdan 200 dollar tushib qolsa kirib ketaverasiz uyiga. 1 million ziyonni gapirmang jon. Bo'pti, ikkovlariga 500 dan bo'lib qo'yasiz, yozib qo'yasiz. Qora itga yozib qo'yar, 2 dan on deb deydi. Aka, baraka. Bo'ldi baraka, shef. Bering. Baraka bering. To'ppa to'g'riga oldim, baraka. Shef 51 ga sotmadingizmi? Ha, 51 ga olinganmi? Bilmaysan-da. Barakami? Aka. Bo'ldi, aka. Bozor shamoli. Jigar. Shu yerda hamkasblar. Banklar bo'lsin. Aka zo'r pul oldi, soting. Yaxshi pul oldi ama. Mashina 50 million aka ukalar. Mana cheri borib bormay yuraveradi. Eh, 50 millionga ham yo'q-a. Bir qizim shog'il. Masa qo'yib yuboradi. Kimlarga? Baraka. Voy 1 millionni xudo bersin, aka bering. Ve tepesiga kelib turib, ertaga popatxonani tug'ib qo'ysa, oylik o'g'irlansa 48 ga berasiz. 50 million. Bunga to'g'risida aka. Peshana bu aka, peshana. Bon aka. Pichoq kesmaydi, yozmasa. Voy aka, endi topi, endi yo'qotayotganingiz yo'qdir. Beringmi uni, baraka deng. Men odamga mol sotisham. Bo'ldi baraka. Sotib atdan qiling, to'g'ri gapirdi, hunajini tug'ib qo'ysa olmaydi 48 ga. Endi ko'rib turganingiz 48 ga o'ylanadi hunajini tug'ib qo'ysa molingizni. Baraka deng. Voy baraka. O'rn aka, 1 million ko'rinyaptimi shu? 1 million. Bering. Aka 50 so'mlik 2 olib. Kam so'rab turgan yo'q, voy aka, men qizi bontasi turgan yo'q orqasida. Aka ko'tarsam olaverardim. O'shuning uchun sizni monaqa deganingiz. Buni baraka deb atdan qilib qo'ying-da aka, to'g'risi boshqadan chiqarib yuboramiz. Bo'ldi baraka. Baraka. Qiyilmasdan bering, ko'nglingiz sotib bo'ldi-yu aka. Uyda ko'rmaganmisiz? Baraka 1 millionda o'ylamang. Bo'lmaydi. Aka, ko'nglingiz sotib bo'ldi, men naqd turmay bering bo'ldi. Domla ham 3 marta so'raydi-da. Bermaysiz. Sizga kam, 55 ham kam sizga. Aka bozor shu. Bormar aka 50 ga. Aka qo'shib beraman. Aka, men Quvaga olib ketaman, 300 ming yo'l kerak qilib. Aka qo'shmadimi? 1 million gapirdi. 51 ga tushadi jon aka menga. Sizni qadr qildim. 200 ming o'tib bering dedimmi? 48 To'ppa to'g'ri. tushdim, o 100 ga qarab. Molni oxiri egasi yo'qmasa ham savdo qilmayman men. Bo'ldi, ochiq chehra bilan. 51 dodingiz bo'pti aka dedim, 50 ga olib bering. Bo'lsin 1 million. Bo'ldi, shef, baraka deb qo'yingmi uni? Baraka. Endi yorilib, otilib baraka deymi uni, jon aka? Bor somroq. Bo'ldi, baraka. Bab baraka. Sanmisiz? Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Mana aka ukalar 50 million. Quvalik trenddagi brend. Shomurod Shved deb berdi. Ana shu akamizga ketdi. Aka ukalar Farg'onada bittagina 50 million. Ammo puli ham zo'r oldi. Haqiqatan yaxshi pulga oldim. Yerga urmadi. 50 million so'm. Ancha-muncha odamni xuy yetish qiyin, 50 millionga mol olgani ham. Alloh xayrli qilsin. Xo'ros. Yaqin bo'lish kerak. Yaqin. Bugun bari nima-yu? Farg'ona yulduzlari shu edi-yu bu. Qo'qon shamoli. Hali tosh ko'taradigan aka. Ochadigan bo'ldi bari. Xo'p. Birinchisigami? Xo'p, malades. 50 millionni qariga sanaydim aka. Xonajin ekanmi onasini endi. Hurmatli kuzatuvchilar, birinchi qoringa bo'g'oz ekan. Voy mashalloh. 2 kura endi buzibdi. Gigant onasini endi dinozavrlar davridan qo'yganmi bu? Zo'r, go'zal. 800 ga berdim. 2 ga berdim. Men beraman 200 ming. So'roqdagi ertaga bo'ladi. Hech kim yo'q. 100 vaqti 52. Telefon. Yo'q ketdi-ku. 50 million. Layklar bosib qo'ylar aka ukalar. 50 million. Men turdim. Aytib qo'yapsiz. Ha, aytyapmiz, shef. Ha, bozor vashshe balad.
Ko'ring. 30 demasingda. Ko'rganlar mana. Ham 50 million mana. Unaqa. Bu g'ozali. Bana yo'q hali-da. Mana aka-ukalar. Go'zal. Yo'q, yozish osonda, serial. To'g'ri. Tillouz kanali Farg'onalik. Aka-ukalar. Like'lar bosib qo'yinglar. Xudo xolasa zo'r bo'ldi. Olgan sotganga Alloh baraka bersin. Hurmatli kuzatuvchilar, Shved shaydolari, go'zallik ixlosmandlari, buni ko'ringlar. Qo'rg'on-tepa Soro bozorida Shvedni go'zal ekan. Voy joning sog' bo'lgur. Hamma tomonni bir ko'ringlar. Hammasining ham o'ta go'zal. Oyoqni qaranglar. Hojaga nech pulga bor bu savdosi? 60. Berilmadi. 60 million so'm. Boqqanga ham rahmat deb yozib ketinglar kommentariyaga. Aka-ukalar boqish ham oson emas bunchalik. 60 million so'mga berilmayapti. Yosh qanaqa hojaga buni? Ishlaydimi urib? Ishlaydi. Go'zal. Joning sog' bo'lgur. Go'zalligini ko'ringlar buni. Onayni endi asal olib ketdi. Badanni qara, yoniga borgani ham duv kerak olma. Joning sog' bo'lgur. O'ta go'zal bu ekan. Xudoning mo'jizasida Shved. Bahsdan shunaqasidan baqish kerak edi odam. Bitta bahsdan ham maza qilib boqasan-da. Ha, hosh tog'a nima demadingiz? Bitta boqsang ham odam maza qilib yuborasan-da. Ko'rgandamda bahridan ochiladi-da. Onasini ham $50 ming kaptar olyapti odamlar. To'g'rimi Habbillo aka? $50 ming kaptar olyapti odamlar nima endi? Shved kayfi boshqada buni. Tomosha qilsangiz ham zreniyalar ko'tariladi. Joning sog' bo'lgur. Go'zal. Aka-ukalar, like'lar bosib qo'yinglar. Jonivor. Buni tushunish uchun, qaraganda maza qilish uchun shu nima deydi, hali molni jinni solish kerak edi. Qaraganda odam. Bu bilmagan odam ya yoniga borsang hidi uradi, buni nima qilasan deydi. Yo'q, buni tushunish kerak buni. Mo'l qaranglar turishdi. Boshini ko'tarsa 2 metr ekan bu ham. Vashshe go'zal. Krasota. Nomer 1. Shanoringlar. Avgust oyiga nomer 1. 2026 avgust oyiga bunaqa go'zali chiqmadi hali. Birinchisi ham oxirgisi ham. Qadrdonlar, like. 10 ta like bosish iloji bo'lsa 10 ta bosinglar bunaqasiga. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Dunyoni go'zallik qutqaradi degan joyga mana. Orqani qaranglar. Voy mashalloh.